Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun biz Toshkent shahar Zangiota tumaniga 15 kilovatli quyosh panel stansiyasini o'rnatib berdik. Panellarimiz Force bo'lgan, Force Solar. Ko'rishingiz mumkin. Panellarimiz 9 o'nning profil ishlatganmiz. Profil va gonli mahsulotlarni ishlatganmiz. 4.2,5 profil, 4.4 gonli ishlatganmiz. Kraskalaganmiz. Alyuminiy kreplenalar ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda 10 kilovatli quyosh panellarimiz joylashgan. Bu tarafimizda 5 kilovatli, ya'ni 10 kilovatni DEA 10 grid invertor bilan berganmiz. 5 kilovatini gibrid invertor bilan berganmiz. Set ochganda ham bemalol foydalanishlari mumkin. Hozir sizlarga pastga tushib invertor haqida ma'lumot berib o'tamiz. Mana biz invertorni oldiga tushib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Mana DEA 10 kilovat invertorni o'rnatib berganmiz. 5 kilovat gibrid invertor o'rnatib berganmiz. Asosiy shitlari bitta. O 5 kilovatda magazinlari bor ekan, shuni berganmiz. 10 kilovat sotish uchun, ya'ni biznes uchun qo'yib berganmiz. Bunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar.